Do'stlar, sizlarga egalardan 10X avtomobilini ko'rsataman. Videoni oldin aytib o'taman, birdan like ni bosib, videoni 10X izlab tashlab qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli Soat Avto kanali obunachilari. 2023-yil holati zo'r, 4000 km yurgan paket avtomobil do'stlar. 10X 2023-yil. 10X ning eng birinchi chiqqan variantlaridan, salondan ancha pula shu vaqtda uchurta yozilib, 6-7 oy kutib olingan avtomobil bu do'stlar. 4000 km yurgan, holati вообще zo'r. Paket turibdi avtomobil. O'zining salonlari bilan, salondan chiqqan paketlari bilan turibdi. Prямо egidan bu do'stlar, holati вообще zo'r ekan. Yurmagan avtomobil shu. Egalari faqat sotib olgandan shu yerda 3-4 marta yoqa-yoqa haydagan, shu bilan garajini gezib qo'yibdi ekan. Hozir ham ko'chaga chiqarmay garajni shunda reklama qilib turibmiz do'stlar. Holati zo'r. 2023-yil 140 million so'm narx aytilib turibdi. Ustida kelishib beriladi. Barter bank varianti bor. Bemalol kelishib olaverasizlar. Bu eng boshqa chiqqanlarning adashmasam 168 million so'mmi shuning vaqti uchurta yozilib qo'yib olingan bu. Bilsangizlar kommentariyada yozib berasizlar. Holati zo'r. Birdan like ni bosib, videoni 10X izlab tashlab qo'yamiz do'stlar. Srochni sotiladi. Hammaga shuning chiroyli avtomobillar sotib olib haydash nasib qilsin do'stlar. Like bos, esdan chiqmasin.